Iymon tasdiqni ifodalaydi. Iymonni alohida keltirgan, amali solihlarni alohida keltirgan. Allohu taolo gunoh qilganlarni mu'minlar deb atadimi? Agar halol deb qilmasa osiy bo'ladi, gunohkor bo'ladi. Insonning amali, o'qiydigan namozi, tutadigan ro'zasi, qiladigan haji yoinki gunoh kabira qilib qo'yadi. Demak, mana shu narsalar iymonning tarkibiy qismiga kiradimi, kirmaydimi? Iymonning shartiga kiradimi, kirmaydimi? Katta masala, bahs mana shu joyda bo'ladi. Imom Moturudi rahmatullohi alayhi aytadilar-ki, insonning amali iymonning tarkibiy qismiga kirmaydi deydi. Iymonning shartiga kirmaydi. Xo'p, nima uchun desa, dalil keltiriladi. Birinchidan, iymon degan so'z amalni ifodalamaydi. Iymon tasdiqni ifodalaydi. Ikkinchidan, Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo iymonni alohida keltirgan, amali solihlarni alohida keltirgan. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, innallazina amanu va amilus solihati va aqamus solata va atuz zakata lahum ajruhum inda robbihim va la khawfun alayhim va la hum yahzanun. Albatta iymon keltirgan, amali solihlarni qilgan, namozni qoim qilgan, zakotni ado etgan kimsalar uchun Robbilarining huzurida ulkan ajrlar bordir. Ularga xavf xatar yo'q, ular mahzun ham bo'lmaydilar deydi Alloh taolo. Demak, mana shu o'rinda Alloh taolo amanu va amilus solihat, iymon keltirgan va amali solihlar qilgan deb iymon bilan amali solihni alohida keltirganligi, demak bu ikkisi bir narsa emas ekanligini ifodalaydi deganlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha asa robbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum va yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ey iymon keltirganlar, Allohu taologa rosmona tavba qilinglar. Shoyatki sizlarning gunohlaringizni o'tib yuborsa va ostidan anharlar oqib turadigan jannatlariga kirgizsa deb marhamat qiladi. Mana shu o'rinda Allohu taolo ey mu'minlar, Allohga chinakam tavba qilinglar deyapti. Demak, kim tavba qiladi? Gunoh qilgan odam tavba qiladi. Gunohi kabiraga tavba qilish shart. Demak, Allohu taolo gunoh qilganlarni mu'minlar deb atadimi? Mu'minlar deb atadi. Qanaqa qilib biz amalni iymonni tarkibiy qismiga kirgizamiz? Demak, bu katta bir ijtihodiy masala. Shu jumladan yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bir kishi gunoh qildi, gunohi kabira qildi. Agar shu gunohi kabirani halol deb qilsa, dindan chiqadi. Agar halol deb qilmasa, osiy bo'ladi, gunohkor bo'ladi. Qat'iy dalil bilan sobit bo'lgan gunohlar bor. Zino, xamir ichish, o'g'rilik qilish, yolg'on gapirish, mana shunga o'xshagan katta gunohlar bor. Mana bu katta gunohlarni agar mu'min kishi halol deb qilmasa, iymon doirasidan chiqmaydi. Ya'niki kufrga ketib qolmaydi. Demak, Imom Moturudi rahmatullohi alayhining aqidalari, ya'ni yo'nalishlari bo'yicha iymon alohida, amali solih alohida. Ya'ni bu degani mu'min kishi xohlaganini qilaversin degani emas bu. Mu'min kishi amali solih qilish kerak. U amali solihlari bilan jannatdagi darajasi, jannatdagi maqomi oshadi uni. Agar u gunohlar botqog'iga botib ketadigan bo'lsa, buning ahvoli mudhish bo'ladi. Qiyomatda dahshatli azob kutadi. Ammo lekin biz buni hech qachon iymon doirasidan chiqarib yuborishlikka haqqimiz yo'q.